Xo'p, bu videoni miomasi bor, kistasi bor, mastopatiyasi bor, fibrozli kistozli mastopatiyasi bor, gormonal muvozanat buzilgan, xo'sh, hayz sikllari o'zgargan, turbalar bekilib qolgan befarzandlarga jo'natib qo'yasiz. Xudo xohlasa, ikkita zo'r giyoh aytaman, zo'r davo bo'ladi. Uy sharoitida qilsa bo'ladi. Operatsiya qilishga shoshilmay turing. Xudo xohlasa 1 oy, uzog'i 2 oygacha lecheniya kurs qilasiz. Bu giyohlarning nomi Baravaya matka va Krasnaya shotka. Mana shu ikkita giyoh olinadi. Baravaya matka gormonal muvozanatni tiklashda, fibrozni, kistozni bo'lganda ko'krakdagi bezlarning so'rilishida va og'riqni qoldirishda yordam beradi. Krasnaya shotkamiz estrogenni kamaytiradi, prolaktinni tushiradi. Xo'sh, kistalarni so'rilishida juda ham yaxshi yordam beradi va turbalarning ochilishida ham juda ham zo'r yaxshi rezultat beradi. Endi buni tayyorlash yo'lini aytaman. Tepada rasmi bilan qo'ydim. Baravaya matkani olasiz, tuyasiz, kukun holatda keltirgandan keyin bir osh qoshig'ini 200 gram qaynagan suvga 20 daqiqa damlaysiz va damlab bo'lgandan keyin shuni 3 qismga bo'lib, ertalab, obedda, kechda, ovqatdan oldin och qorinda ichirasiz. Krasnaya shotka ham xuddi shunday tayyorlanishi. Bir osh qoshiq maydalangan holatdagisi 200 gram qaynagan suvga damlanadi. Mana shu kun davomida 3 mahalga bo'lib ichiladi och qorinda. Xo'sh, bizada mana bunday nastoykasi bor buni. Baravaya matka nastoykasi va Krasnaya shotka nastoykasi. Xohlasangiz uy sharoitida mana shu ikkita giyohni topib turib, shuni 1 oy iste'mol qiling va Xudo xohlasa natijasini kommentariyada yozib qoldirasiz. Agar nastoykalardan olmoqchi bo'lsangiz, biz buni torpeda bilan birgalikda tavsiya qilamiz. Shunda yaxshi va tezroq aniq rezultat bo'ladi. Shoshilmang operatsiya qilishga. Mana shuni qilib ko'ring va natijasini do i posle analizda ko'ring. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi.